Bunda bog'imiz sug'orish bilan shug'ullanamiz. Nasosimiz u tarafda joylashgan. Nasosda suv keladi. Bu ikkita toshli filtr. Bu toshli filtrda suvlar tozalanadi. Undan keyin diskli filtrga o'tadi. Diskli filtrda tozalanib, toza suv bo'lib bog'ga ketadi. Bu o'g'it aralashtirib jo'natadigan bunkerimiz. Bu bunker Atsinkovkali-da 2 tonnali. Bu bog'imiz uchun yetarli. Buni yana bitta yaxshi tomoni, filtrlar tiqilganda avtomatik o'zini o'zi tozalaydi. Filtrlar tiqilganda bosim oshadi. Bosim oshganligini hisobiga mana bu yerda miyasi bor, chipi. U unga buyruq beradi. Bosim ortgandan keyin avtomatik filtrlar o'zini o'zi tozalab turib, kir suvni mana shu tomondan chiqarib yuboradi. Yana toza suv bo'lgandan keyin yana davom etadi. Bu shlanglar statsionarga suv bera turgan turbalar. 80lik turbalar. Darvozadan kirgende mына оң жақта түбектерге өстірілген көчеттер тұрады. Бұл жерде мынакей жамғырлатып суғару менен, тамшылатып суғару менен суғарылады екен. Шлангылары болса, қадимки бізден 32 мм шлангылар. Бұл жағы слива көчеттері екен. Туғандар мен ұққандан бір көрген артық. Мына туғандар. Өзбекстанда, қоңышы Өзбекстанда, Түркиямен біргелікте мына ушундай көчеттерді жетиштирип чыгарып атышат. Биринчи бут агылат, клон. Аны жана айтып кеттик, аны этап менен парниктерде, ысык кыналарда жетиштирип, анан ачык асманга алып чыгып, анан жерге тигип, мына ушинтип көбөйтүп, бак кылып чыгарып атышат. Мына көчеттердин өсүп турганын өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Mogador degan o'rik navi. Buni payvand tagi, mana ko'rib turganingizdek, mana bu joyida tag qismi Mirabalon 29C klon payvand tag. Ko'chatimiz 1 yoshlik bo'lishiga qaramasdan mana ko'rib turganingizdek 1 metrdan oshiq shoxlar ham bergan. 1 yoshlik ko'chatimiz yaqinroq olib kelsangiz mana o'sha meva ko'zlari mevaga kirgan. Endi buni xudo xolasa bu yil klientlari bor. Klientlariga borganda shu 40 santidan kesiladi. Ag'iga shoq qilib vaza shaklida 5 ga 3 sxemada ekamiz bog'larda. 5 ga 3 sxemada.